Hurmatli guruh a'zolari, mana shu sonlarni, arab tilidagi sonlarni shunaqa interesli qilib mana osib qo'yganman. Ko'rdinglarmi? Bunaqa lipuchkasi bor, patolochini. Mana bu yerda ham qolganlari bor. Mana 1dan 10 gacha bo'lgan sonlar, kimga kerak bo'lsa zakaz qilsanglar, buning ichida sidifoni bor-da, lekin men qattim fetrdan xuddi shunaqa qilib beraman, ko'rsachalar qo'yib zakazga. Mabodo kerak bo'lsa, etsanglar, mana shunaqa xonangizga chiroyli qilib osib qo'yasizlar. Juda ham interesli bo'ladi. Bu yoqda bolalar o'tirsa, misol uchun, bu yerda dars o'tsanglar, mana bu yoqda ko'rinib turadi. Mana harflarning ko'rinishlari ham bor. Keyin mana bu yerda harflarni ikkilantirishligi bor, keyin sukunligi bor. Buni ham shunaqa qilib osib qo'yganman. Akkuratni turadi. Ishlatmoqchi bo'lsam, olib ishlatiraman. Shunaqa sonlarni ham shunaqa ko'zchalar qo'yib, chiroyli qilib fetrda, qattim fetrda qilib beraman. Bu yumshoq fetrda, ichi sitifonli-da, lekin u qattim fetrdanligi ham zo'r chiqadi. Katta-katta qilib beraman shunaqa. Interesli, chiroyli turadi xonangizga. Juda ham qanaqadir anaqa atmosfera beradi. Mana arab tilida sonlar.